Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, aziz ekskavator kanalini kuzatib boruvchilar. Navbatdagi ekskavatorimiz Samarqand shahriga sotildi. Akalardan hozir mijozlarimiz fikrini bilamiz. Akalarga mana shartnomalarni berdik. Bugun xudo xolasa olib ketyapti. Yana bir dona oxirgisi qoldi. Xudo xolasa kimga nasib qilgan bo'lsa olib ketadi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay yetib keldingiz. Mana bugun aziz ekskavatordan ekskavator xarid qildik. Juda qulay, yaxshi. Juda skidkalarni yaxshi qilib berdilar. Hammaga tavsiya etaman. Qayda ko'rdingiz? Haydab ko'rdik. Tekshirib. Juda yaxshi. Sifati yaxshi. Sifati uyutni yaxshi. Xudo xolasa nima zemlaklarga tavsiya qilib qoling. Hamma kollegalarga tavsiya etaman. Mana adresimizni ham aytib o'tib keting, Sergeli. Sergeli Moshina bozori. Moshina bozoriga to'g'ri o'tib boraversin, telefon qiladi. Shunday. Skidka yaxshi bo'ldi, hammasi joyi. Chotki, rozimiz. Yana texnikalar xudo xolasa olishingizni qolamiz. Mana qadrli yurtdoshlar, Samarqandliklar nima Qashqadaryo, Surxondaryo, yo'q Navoiy, Xorazm, Buxoro hamma tomon kelaversin, vodiy tomondan. Qolamiz hammalaringni. Texnikalar bor. Naqdda ham bor, bir ikkita bizda yo'q texnikalar ham. Zakaz qilsalaringiz olib beramiz. Bu yerda ko'rasizlar, bu yerdagi hech kim bu yerda bera olmaydigan narxga olib beramiz. Charchamanglar, ishlarga omad. Hammaga sog'lik, salomat.